Ta'limga berilayotgan yuksak e'tibor shu o'rinda umumta'lim maktablarida ham xalqaro standartlar asosida mashg'ulotlar yo'lga qo'yilgani yoshlarimizning yuqori darajada bilim olishiga imkon hozirlamoqda. Muhimi, o'quvchilarimiz milliy va xalqaro fan sertifikatlarini qo'lga kiritishda yuksak natijalarga erishyapti. Muxbirimiz Nukus shahri misolida mavzuni davom ettiradi. Yuksak e'tibor va yaratilgan imkoniyatlar samarasini Nukus shahridagi iqtidorli qizlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Demak, biz bugun 5 ta milliy sertifikatni bir vaqtning o'zida olib, muddatidan oldin talaba bo'lgan qizlar haqida so'z yuritamiz. 38-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisi Dildora Erdasheva kimyo, biologiya, matematika, o'zbek tili va adabiyoti hamda tarix fanlaridan 5 ta milliy sertifikatni qo'lga kiritib, 189 ball natija bilan muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ldi. Albatta, shubhasiz bu yutuq tinimsiz mehnat, qat'iyat va yuksak maqsadlar mevasidir. Men tibbiyot yo'nalishi bo'yicha kimyo, biologiya, o'zbek tili va adabiyoti, bundan tashqari tarix va matematika fanlaridan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Ota-onam har doim menga sen eplaysan, sening qo'lingdan keladi deb meni qo'llab-quvvatlab turishgan. Ustozlarim esa o'z bilimlarini ayamasdan har doim menga bilganlarni o'rgatishgan. Toshkent davlat tibbiyot universitetiga topshirishni niyat qilganman. Biz yoshlarga bunday imkoniyatlarni yaratib bergan prezidentimizga katta rahmat aytaman. Shuningdek, Nukus shahri 7-sonli umumta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisi Zuhra Rayimbayeva biologiya, matematika, tarix, qoraqalpoq tili va adabiyoti hamda kimyo fanlaridan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritib, muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga erishdi. Muddatidan oldin 189 ball to'plab, yuqori o'quv o'rnida grant hisobida student bo'lishga muyassar bo'ldim. Rasman aytsam, pespanning barini sertifikat olgandan keyin orqamdan tavodarlaganday bo'ldi. Endi oldimdagi bo'sh vaqtimda o'z ustimda ishlab til o'rganajaqman. Biz yoshlarga bunday imkoniyatlar yaratib berganligi uchun hurmatli prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta, buning bari prezidentimizning Qoraqalpog'istonlik yoshlarga kvotalar ajratib, imkoniyatlar yaratib berib o'tirganlarning bari bu bilimlendiruv tarafına bari prezidentimizning arkasında yaratgan imkoniyatlardan foydalanib o'quvchilarimiz sertifikatlar olib maktabimizda yaxshi shag'nan ko'rsatadi degan umiddamiz. Bugun Qoraqalpog'iston yoshlari yashayotgan bu kabi muvaffaqiyatlar yangi O'zbekistonda ta'limga qaratilayotgan e'tibor, prezidentimizning bevosita tashabbuslari va ta'lim sohasida olib borayotgan keng ko'lamli islohotlarning amaliy samarasidir.